ishlayotgani mana bu kishini bellari nima qilgan belingizga aytib bering boyagida bosh. Grijam bor edi, umurtqa sal qiyshaygan edi. Shuni davolashga kelgan. Hozir o'sha yaxshi qo'yib yubordi ancha. Ancha qo'yib yubordi-ya. Shu qo'yib yubordi. Bu kishi grijam bor deb kelgandi, 2 yil oldin yiqilgan edingiz ham. Mana bu yerda uchasi bilan mana yerda joyi chiqib ketgan ekan, hozir sog'ldi. Bu ancha yaxshi bo'lib qoldi. O'zingiz sezdingiz-a? Ha, sezildi, Sirasi sezildi deyapti. Endi mana grijasi bor ekan, mana mayda grijasi, mana yerda kattaroq grijasi bor ekan, buni o'murtqasi chiqib ketgan ekan qayerlar. Allohga shukr. Allohga tavakkal bosuvdik, to'g'ri bo'lib qoldi ancha. Yana bir ertaga seansga ham kelsa, yana bozor kunga o'shanda natijasi ancha yaxshi bo'lib qoladi. Bugun ham o'zi ancha sezildi shekilli. Buguncha dam oldirib qiynamay deyapman-da birdaniga. Yaxshi bo'lmasam endi hozir bir sekin turib yurib ko'rasan, mana ko'rsin odamlar ham YouTube'ga kirganlar ko'rsin natijasini. Mana og'riq. Shu og'riq kelmaydi. Og'riq yo'q. Boyaga kelganga nisbatan. Boyaga nisbatan ancha yaxshilar, ha. Zo'r. Endi siz bir telefon nomeringizni aytib qo'ying, odamlar juda ko'p so'raydi. Esidan chiqib ketadi, nomerini aytsin deydi. So'raydi-da sizdan. Shunda sharoit aytasiz o'zingiz. 601 85 56. Yana bir qaytarib. 601 85 56. Ana shu telefonga telefon qilib so'raysizlar, so'raydiganlar. Telefon deb aytasizlar, har doim esimdan chiqib ketadi. Bu yoqdaligi birga ishlaydigan o'rtoqlaringizni ham aytib qo'ying, nima bo'lgan. O'zi o'g'larim grijasi bor, kelaman deb yurib. Oldingiz sal qo'rqdik to'g'risi. haligi kimdan eshitib kelganingizni, kim sizga taklif qilganini ham aytib bering. Bolalar gapirdi, shaqa boring deb, ukasi yurolmay qolgan ekan. Shu orqali keldik. Bu odam yaxshi bo'lib ketdimi? Yurib ketdimi? Allohga shukr, Alloh shifo bersin, yaxshi bo'lib keting, iloyim. Yana seans yana bir ko'rishamiz.